Hurmatli kanal obunachilari, bugun sizlar bilan birgalikda berberin haqida gaplashamiz. U nima foydalari bor, qanaqa holatlarda ichish mumkin, qay holatlarda ichish mumkin emas. Shular haqida birgalikda ko'rib chiqamiz qizlar. Berberin bu o'simlikdan olinadigan tabiiy modda hisoblanadi. Ya'ni barbaris o'simligidan, ildizidan olinadigan aktiv modda hisoblanadi. Berberin ichishingiz kerak degan holatimda ba'zi qizlarimiz, ayollarimiz o'sha o'simlik sotadiganlardan borib barbaris olishadi-da. Mana shu berberinning o'rni bosadi deb o'ylashadi. Yo'q, lekin unaqa emas, chunki barbarisda juda ham kam miqdorda bo'ladi bu aktiv modda. Bu berberin uchun o'sha barbaris o'simligidagi aktiv moddalar yig'iladi va bunda foizi anchagina yuqori bo'ladi, dozasi kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham men tavsiya qilib qolardimki, berberin tavsiya qilingan holatda barbaris olib ichmaslikni tavsiya qilardim. Berberin buyurildimi, albatta berberin ichish kerak. Chunki berberinda o'sha barbaris o'simligini ildizidan eng faol moddalari olib yig'iladi bunda. Tushundinglarmi? Shuning uchun ham albatta berberin bilan barbarisni o'rnini teng qilmanglar, solishtirmanglar. Xo'sh, ana endi bu nimani hal qilib beradi? Asosiy foydalarini men sizlarga tushuntirib o'taman. Berberin bu avvalambor bizada insulin rezistentligini kamaytirishda yordam beradi. Sababi qonimizdagi glyukozani pasaytirishda eng nomer 1 yordam beradigan mahsulot aynan mana shu berberin badlari hisoblanadi. Bu qizlar bad hisoblanadi, biofaol qo'shimcha dori vositasi emas. Xo'sh, undan keyin qonimizda glyukoza pasaydi degani bizda insulin darajasi kamayadi. Sababi bizani qonimizda qay darajada glyukoza ko'p bo'lsa, bizda insulin shu darajada ko'p ajraladi. Lekin bizani qonimizda qay darajada glyukoza kam bo'lsa, bizda insulin shu darajada kam ajraladi. Mana bu kontrolni esa bu berberin qilib beradi. Undan tashqari berberin bizada insonlarda ozishda ham zo'r yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Sababi aytyapman, qonda qandni pasaytiradi deyapman, to'g'rimi? Qonimizda qand pasaygandan keyin bizada ishtahani o'zimiz bemalol kontrol qila olamiz. Mana bir xillar bo'ladi-ku, voy men ishtahamni kontrol qila olmayman, nima qilsam bo'ladi deydiganlarga men berberin tavsiya qila olaman. Berberin ichilgandan keyin, qondagi qand pasaygandan keyin ishtahani bemalol kontrol qila olamiz va boshlagan dietamiz oxirigacha bemalol yetib boradi. Ayniqsa berberin insulin rezistentligini, o'sha qonda glyukozani pasaytirdi, insulin kamroq ajraldi, natijada nima bo'ladi? Qorin atrofidagi yog'larimiz erishishni boshlaydi biz berberinni ichganimizdan keyin. Bir xil o'ylash mumkin, berberinni ichdik bo'ldi, qornimiz yog'i eriydi deb. Yo'q, qizlar, berberin ichasizlar, parallel ravishda o'sha dietolog bilan birgalikda ishlaganingizdan keyin natija 2 baravar tezlashadi. Berberinning natijasi 2 baravar tezlashadi qizlar. Berberindan yaxshi natija olishni xohlasanglar, ideal natija olishni xohlasanglar, albatta eng asosiy birinchi o'rinda turadigan narsa bu albatta sog'lom ovqatlanish. Chunki men doim hamma joyda ta'kidlab o'tamanki, insonni ozishini masalan 100% deb oladigan bo'lsa, uni 70% uni qiladigan harakati, yeydigan ovqati, uyqulari, suv miqdoriga bog'liq. Qolgan 30% mana bunaqa badlarga bog'liq. Bu podдержка sifatida yordam beradi. O'sha masalan qonda glyukoza ko'pligi uchun ishtahasini kontrol qila olmaydi-ku. Mana shunaqa holatda albatta bu berberinni olib ichgandan keyin qonda glyukoza pasayib, ishtahani kontrol qilsa bo'ladi bemalol. Mana shunaqa sifatda bu podдержка qilishga yordam beradi. Yog' yoqish jarayonini tezlashtirishda yordam beradigan eng zo'r mahsulotlardan deb men bemalol ayta olaman. Undan tashqari yana bitta zo'r plyusi, agar sizlarni jigaringlarni yog' bosgan bo'lsa, bemalol bunaqa holatda men sizlarga berberin ichishni tavsiya qilaman. Chunki jigar hujayralarida yog' yig'ilishini kamaytirishda yordam beradi. Aynan berberin. Undan keyin agar analizinglarda ALT/AST ko'rsatkichlari o'sha jigar fermentlaridagi narusheniya ketayotgan bo'lsa yoki jigar hujayralari zararlanayotgan bo'lsa, ALT/AST da o'sha oshkorlik ko'rsatadi-ku. Mana shunaqa holatda ham agar sizlar berberin ichsanglar bo'ladi, chunki berberin aynan o'sha jigar yog'lanishi, jigar hujayralari zararlanishini ham yengillashtirishda zo'r yordam beradigan mahsulotlardan biri, badlardan biri hisoblanadi. Va undan tashqari qizlar, esingizda bo'lsin, berberin mana shu bad bizani qonimizdagi yomon xolesterinni, triglitseridlarni ham pasaytirishda zo'r yordam beradi.
Bizani qonimizda yaxshi xolesterin bor, yomon xolesterin borda. Bir xilda masalan yomon xolesterin, yaxshi xolesterin deb gapirsam, voy xolesterinni yaxshisi bo'larkanmi deyishadi. Albatta, xolesterinni ham yaxshisi bor. Xolesterinni yaxshisi bizani tomirlarimizni elastikligini saqlab qoladi, tomir devorlarini zashita qiladi, tomirni yaxshi uzoq muddat bizaga xizmat qilishi uchun ishlab beradi xullas. Qonimizdagi yaxshi xolesterin. Yomon xolesterin esa qon tomirlarining atroflarida blyashkalar hosil bo'lishiga olib keladi. Qon tomirining atrofida shunday yog'lar bosadi, aterosklerozga sabab bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bir yoqimsiz kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin bizani yomon xolesterinimiz. Yomon xolesterinni tabiiy ravishda pasaytirishda yordam beradigan holat bu albatta birinchi o'rinda sog'lom ovqatlanish va kletchatkaga boy mahsulotlar va undan tashqari albatta berberin mahsuloti hisoblanadi. Bizada qonimizda triglitseridlar, yomon xolesterinlar pasaygandan keyin bizada yurak qon tomir kasalliklari xavfi anchagina pasayib boradi. Ayniqsa o'sha ortiqcha vazni bor insonlarga men shuna bir ko'rganda tavsiya qilamanki, berberin ichishni. Chunki nimaga? Ortiqcha vazn eng birinchi o'rinda jigarni zararlaydi va undan tashqari ikkinchi o'rinda esa yurak qon tomiri zararlaydi. Mana shunaqa holatni esa mana bu berberin yengillashtirishda yordam beradigan mahsulot hisoblanadi, qizlar. Undan tashqari berberin o'sha polikistoz tuxumdon sindromi ketayotgan ayol qizlarimizga ham men tavsiya qila olaman. Sababi boya aytdim, qonda glyukozani pasaytiradi, natijada bizda insulinimiz pasayadi. Insulinimiz pasaygandan keyin bizda tuxumdonlarimiz o'z faoliyatini yaxshi ishlashni boshlagandan keyin ovulyatsiya o'z vaqtida bo'lishi boshlaydi bizda. Ko'rdinglarmi? Ovulyatsiya o'z vaqtida bo'lgandan keyin demak bizda hayzlarimiz normada kelishni boshlaydi. Kerak bo'lsa, homiladorlik tezlashishni boshlaydi. Masalan, homiladorlikni kutayotganlar uchun-da mana shunaqa holatlari bo'ladi. Qachonki biz berberinni ichishni boshlaganimizdan keyin. Xo'sh, berberin ayniqsa kimlar uchun men tavsiya qilaman? Yaxshilab eshitinglar qizlar. Agar kimda insulin rezistentlik holati ketayotgan bo'lsa, insulin rezistentligini qayerdan bilamiz deydiganlar, analiz topshirasizlar, laboratoriyada aniq bo'ladi va undan tashqari o'zi shunda tanalardan ham bilsanglar bo'ladi. Qorinni santimetrda o'lchaganinglarda 80 santimetrdan yuqori, bo'yinda papilomalar, bo'yinda, tirsakda, tizzada qorayishlar, qancha cho'milsanglar ham ketmaydigan kirga o'xshash qorayishlar bo'ladi. Insulin rezistentlik holati ketayotganda agar sizlarda yoki prediabet holatida ham albatta men berberin tavsiya qilaman. Va ikkinchi tip diabeti bor bemorlarga ham men berberin tavsiya qila olaman, lekin birinchi tipga emas qizlar. Birinchi tipda tavsiya qilmayman. Men uni o'zim doktor bilan nazarcheniya qilib, o'zlarining doktori bilan o'sha endokrinolog bilan gaplashgan holatda ular qilishadi. Chunki birinchi tip diabet bilan ikkinchi tip diabet yer bilan osmoncha farqi borda. U narsa bir xil narsa emas. Shuning uchun ham men faqat bu berberinni ikkinchi tip diabeti borlar uchun tavsiya qila olaman. Keyin jigarida yog'lanishi ketayotgan insonlarga ham tavsiya qilaman. Polikistoz tuxumdon sindromi ketayotgan ayol qizlarga tavsiya qila olaman. Metabolizm jarayoni sekinlashib, natijada qorin atroflarida yog' yig'ilishi boshlagan insonlarga ham aynan men mana shu berberinni ichishni tavsiya qilaman. Yaxshilab eshitinglar. Kimlar uchun mutlaqo mumkin emas? Homiladorlarga mutlaqo mumkin emas. Emiziklilarga mutlaqo mumkin emas. Berberinga allergiyasi borlarga mutlaqo mumkin emas. Keyin 18 yoshgacha to'lmaganlarga mutlaqo mumkin emas. Undan tashqari qonida qandi past yuradiganlar bor o'zi. Ham qonida qandi past yuradigan, ham davleniyasi past yuradiganlarga ham, doimiy ravishda past yuradiganlarga ham berberin mumkin emas bo'ladi. Qolgan barcha inson ichsa bo'ladi qizlar. Xo'sh, qanday natijani kutish mumkin bundan, berberindan? Ishtahani kamaytirishini biza kamida bir haftadan uzoq 3 haftagacha ichishni boshlaganimizda biza bilishimiz mumkin-ku, bizda ishtahani pasaytirish boshlaydi. Bir xil bunaqa bo'ladi, sotib olgandan keyin ertasi kun menga aloqaga chiqishadi. Xurshida bonu, menda ishtaha pasaymayapti. Inson ozgina kuting, 3 haftadan keyin ishlaydi bu deyman-da, chunki bular bad qizlar. Bular oziq ovqat qo'shimchasi hisoblanadi. Bular qanaqadir ximikat dori emas. Aptekaning ximikat dorilari to'g'ri. Masalan, bilamizki 3 kun ichinglar, 7 kun ichinglar degan narsani beradi-ku bizning doktorlarimiz. Lekin bular bad hisoblanadi. Bular hech qanaqa aptechnik unaqa
ximikat dori bo'lmaganligi uchun ham uzoq muddat ichiladi-da. Bular uzoq muddat sekinlik bilan o'sha tanamizdagi bo'shliqlarni to'ldirib, tanamizda sekin ishlaydi aynan bu mahsulotlar. Xo'p, qonda shakarimizni pasaytirib, insulinimizni yaxshilash uchun qancha muddat ichamiz? Kamida 1 oydan uzog'i 3 oyda уже bizada seziladiki, qonimizda qand pasayib, bizada insulin gormonimiz pasayayotganini biz mana shunda his qilamiz. Ozish uchun masalan o'sha правильный питаниeni boshlagansizlar, parallel ravishda buni ichyapsizlar. Natija qanchada bo'ladi, necha kunda bo'ladi deb kutadiganlar bor-da. Eshitinglar. Kamida 2 oydan uzog'i 6 oygacha ichiladi bu. Aytyapman yana bir marta, bu mahsulotlar qizlar o'zi umuman men tavsiya qiladigan barcha mahsulotlar hammasi biofaol qo'shimcha, oziq-ovqat qo'shimchasi hisoblanganligi uchun ham bular shunaqa uzoq muddat ichiladi. Oziq-ovqat qo'shimchalarini hech qachon 2 kun, 3 kun ichib to'xtatib qo'yib yoki 2 kun, 3 kunda natija kutish bu xato. Bu juda ham xato hisoblanadi. Endi jigarida yog'lanishi ketayotganlar uchun qancha muddat ichadi deydiganlar uchun kamida 3 oydan uzoq 6 oygacha berberin qo'shimchasini ichilsa bo'ladi qizlar. Keyin mendan so'rashadi, mana shu idishi qanchaga yetadi deb. Qizlar, bunda 60 dona bo'ladi. Kunida 2 mahalgacha ichiladi va 60 dona mana shu idishini o'zi bizaga 1 oyga yetadi degani. Ovqatdan zavtrakdan va obeddan примерно 15 minut oldin iste'mol qilsanglar bo'ladi bitta donadan. Chunki ovqatdan oldin biz iste'mol qilishimiz bu bizani tanamizga tushadi va biza yeydigan ovqatimiz qonimizda glyukozani reski ko'tarib olmasligi uchun tayyorlab turadi tanamiz, organizmimizni tayyorlab turadigan mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun ham iloji boricha oldinroq ichganinglar yaxshi, lekin kimdirlar och qoringa men bad icha olmayman deydiganlar uchun ovqatdan 15 minutlardan keyin ichib yuborsanglar ham bo'ladi, lekin aslida bu ovqatdan 15 minut oldin ichilishi tavsiya qilinadi. Yana nima haqida gapirib bersam bo'ladi sizlarga bu haqida? Xullas 2 marta ichilishini aytdim, bu idish 1 oyga yetishini aytdim. Menimcha hammasi haqida to'liq ma'lumotlar berdim. Kimlarga absolyutno mumkin emas, kimlarga eng zo'r to'g'ri keladi bularni ham aytdim. Yana eslataman qizlar, qaranglar, kimlar uchun men tavsiya qilaman. Agar sizda insulin rezistentlik holati ketayotgan bo'lsa, agar sizlarda prediabet holati ketayotgan bo'lsa, agar sizlarda ikkinchi tip diabet ikkinchi tip qandli diabet ketayotgan bo'lsa, agar sizlarda jigar yog'lanishi ketayotgan bo'lsa, agar sizlarda polikistoz tuxumdon sindromi kuzatilayotgan bo'lsa, agar sizlarda qorin atrofida semizlik kuchayib ketgan bo'lsa, bunaqa holatlarda men sizlarga albatta berberin ichishinglarni tavsiya qilaman. Va bitta narsani umumiy qilib aytib o'tgan bo'lardimki, hech qaysi mahsulot, nafaqat berberin, boshqa mahsulotlar ham bir qanaqadir mo'jizaviy tabletka emas, mo'jizaviy bad emas qizlar. Faqat bu podдержка vazifasida keladi. Xo'sh, biza asosiy urg'uni qayerga qaratishimiz kerak? Sog'lom ovqatlanish, uyqu, harakat, sport, suv me'yorlari, albatta bularga yaxshilab e'tibor berganimizda, parallel ravishda esa biz berberindan foydalanadigan bo'lsak, shundagina bizda idealniy natija bo'ladi qizlar. Bilaman, hamma baribir berberin olgandan keyin idealniy natija kutadi, to'g'rimi? Любой nafaqat berberin, o'zi umuman qanaqadir mahsulot ichayotganinglarda idealniy natija kutasizlar, to'g'rimi? Men sizlarga idealniy natijani bera olaman. Men chunki oliy ma'lumotli xalqaro toifaga ega diyetologman. Bu mahsulotlar bilan birgalikda albatta правильный питаниeni yo'lga qo'yganinglardan keyin, ya'ni diyetolog nazoratida bo'lganinglardan keyin yanada ideal natijaga erishasizlar. Mahsulotimizdan xarid qilish uchun pastdagi raqamlarga Telegram orqali yozsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bepul. Va ozish marafoni haqida ham bemalol mana shu pastdagi raqamlarga, pastdagi Telegram lichkaga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ular sizlarga to'liq ma'lumotni beradilar qizlar. Bugun sizlar bilan mana Inayistol berberin haqida gaplashdik. Bolajonlarim keldi, hozir suzishga borgandi, bolajonlarim keldi. Shuning uchun ozgina chalg'ib qoldim. Xullas, bugun sizlar bilan berberin haqida gaplashdik. Menimcha to'liq ma'lumot bera oldim sizlarga. Bu juda ham zo'r badligi, biofaol qo'shimchaligi haqida hammasini ma'lumot bera oldim. Keyingi naqalada yana boshqa badlar haqida gaplashamiz qizlar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Xarid qilish uchun bemalol mana shu pastdagi nomerlarga Telegram orqali yozsanglar bo'ladi. Hamma joyga dastavkamiz bor va eng asosiysi bizani har bir mahsulotlarimiz qizlar 100% original, 100% sifatli va o'zini
mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, o'zini sertifikatlariga ega va har bir mahsulotimizda QR kodlari bor. QR kodidan kiradigan bo'lsanglar, o'zini guvohnomalari, litsenziyalarni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, bu mahsulotlar qayerdan keladi yoki O'zbekistonda deb so'raydiganlar bor. Qizlar, O'zbekistonda hali bunaqa bad mahsulotlari ishlab chiqarilmaydi. Bu mahsulotlarimiz qizlar Germaniyadan keladi. Shaxsan mani brendim uchun mana Germaniyadan keladi va Germaniyadan kelgandan keyin bu to'g'ridan to'g'ri mani qo'limga yetib kelmaydi. Farmatsevtlar, texnologlar bo'ladi bu orada. Germaniyadan kelgandan keyin bu mahsulot ochiq holatda bo'ladi-da. Bu mahsulotni olib laboratoriyada tekshiruvga yuboriladi. Keyin Sog'liqni saqlash vazirliklarida, laboratoriyalardan hammasidan o'tgandan keyin mahsulot uchun guvohnoma, sertifikat beriladi. Sertifikat berilgandan keyin farmatsevtlar mani uchun buni mana shunaqa holatda qadoqlab, mana shunaqa holatda qadoqlab, уже mani qo'limgacha yetkazib berishadi. Bir xil aytadi, Germaniyadan olib kelib o'zingiz qadoqlab qo'yasizmi? Qizlar, men o'zim qadoqlay olmayman. Men uni umuman Germaniyadan kelgandan keyin qo'limga olib ko'rishga haqqim yo'q-da. Germaniyadan kelgandan keyin u faqatgina to'g'ridan to'g'ri laboratoriyaga ketadi. Chunki bu ichiladigan mahsulot, bu hazilakam narsa emas. Buni javobgarligi ham juda ham katta hisoblanadi, qizlar. Shuning uchun ham albatta bizning mahsulotlarimiz o'z sertifikatlariga ega bo'lganligi uchun, o'zini guvohnomalari laboratoriyadan tekshiruvdan o'tganligi uchun men bemalol bu mahsulotlarimni sizlarga tavsiya qila olaman. Hurmatli kuzatuvchilarim, ya'ni ishonchli mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarni ham kuzatib boringlar. Keyingi videolarda boshqa mahsulotlarim haqida men sizlarga to'liq ma'lumot berib boraman. Xayr, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin.